Rossiya AQShga qarshi urush uchun Eronga o'q-dori yetkazib berishni boshladi. Tramp kuzda Kim Chen In bilan uchrashmoqchi. Yadro masalasi muhokamada. Turkiyada 10 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qozog'istonda jurnalist 8 yilga qamaldi. Rossiya AQShga qarshi urush uchun Eronga o'q-dori yetkazib berishni boshladi. Rossiya Eronga kuchli portlovchi moddalar, o'q-dorilar va dronlar uchun zarur qismlar yetkazib berishni boshlagani haqida xabarlar tarqaldi. NBC News manbalariga ko'ra, gap Eronga harbiy zaxiralarni tiklashga yordam beradigan yuklar haqida ketmoqda. Yetkazib berishlar Kaspiy dengizi orqali amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Yevropalik anonim rasmiylar ham yetkazib berish boshlanganligini tasdiqlagan. Xabarlarga ko'ra, Tehron bu ta'minot orqali AQSh va Isroil zarbalaridan keyin kamaygan harbiy zaxiralarni to'ldirishga urinmoqda. Bu holat Moskva va Tehron o'rtasidagi harbiy hamkorlik yanada rivojlanayotganligi haqidagi xavotirlarni oshirmoqda. Avval Eron Rossiyaga Shahid turidagi dronlar va ularni ishlab chiqarish texnologiyasini bergan edi. Endi esa Rossiyaning Eronga harbiy yuklar yetkazayotgani haqidagi xabarlar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning yangi bosqichga chiqayotganligini ko'rsatishi mumkin. Biroq yetkazib berishning to'liq ko'lami hozircha mustaqil ravishda tasdiqlanmagan. Tramp kuzda Kim Chen In bilan uchrashmoqchi. Yadro masalasi muhokamada. Donald Tramp va Kim Chen In uchrashadimi? AQSh prezidenti kuzda Shimoliy Koreya yetakchisi bilan muzokara o'tkazishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. The Wall Street Journal yozishicha, uchrashuv noyabr oyida Xitoyning Shenzhen shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi sammiti doirasida o'tkazilishi mumkin. Biroq hozircha rasmiy tayyorgarlik boshlangani yo'q. Tramp va Kim Chen In avval 3 marta uchrashgan, ammo yadroviy qurol bo'yicha muzokaralar natijasiz yakunlangan. Endi esa Shimoliy Koreyaning yadroviy arsenali yanada kengaygani aytilmoqda. Agar yangi sammit haqiqatdan ham o'tkazilsa, bu AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasidagi munosabatlarda muhim burilish bo'lishi mumkin. Turkiyada 10 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Turkiyada o'zbekistonliklar bilan bog'liq jiddiy moliyaviy mojaro tekshirilmoqda. O'zbekiston bosh konsulxonasi ma'lumotiga ko'ra, Oydin viloyatida 10 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosiga nisbatan tergov olib borilmoqda. Ularning ayrimlari jazoni ijro etish muassasasida, ayrimlari deportatsiya markazlarida saqlanmoqda. Yana bir qismi mamlakatdan chiqmaslik sharti bilan ozod qilingan. Bank kartalari orqali amalga oshirilgan shubhali pul o'tkazmalari haqida ketmoqda. Konsulxona ogohlantirdi. Bank kartangizni begonalarga bermang va noma'lum pullarni o'tkazmang. Bu Turkiyada jiddiy huquqiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Qozog'istonda jurnalist 8 yilga qamaldi. Qozog'istonda O'rda nashrining sobiq bosh muharriri Gulnora Bachkinova 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Olmaota shahri sudi uni noqonuniy tadbirkorlik, katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirish va bila turib yolg'on axborot tarqatishda aybdor deb topdi. Biroq sud hukmi ijro etishni 2 yilga kechiktirdi. Bachkinovaga bundan tashqari 5 yil davomida jurnalistika va tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlandi. Sud jarayonida jurnalist sog'lig'i yomonligi haqida shikoyat qilgan. U 2025-yil dekabridan beri uy qamog'ida bo'lgan. Bachkinova esa ayblovlarning ayrimlariga rozi emasligini bildirgan. Sud qarori hozircha yakuniy kuchga kirgan-kirmagani haqida ma'lumot berilmagan. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr salomat bo'ling.